Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uristonlik qarindoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uriston ozodlik tashkilotining barliq a'zolari. Bugungi suhbatimizda Erkin Osiyo radiosining Yaponiyada turishliq ixtiyoriy muxbiri Doktor Hoji Qutlug' Qodiriy apandi keyingi 2 haftadan buyon Erkin Osiyo radiosining xabar beti orqali vatan ichi sirtidagi Uyg'ur xalqiga yetkazayotgan intayin muhim bir xabar ustida to'xtalmoqchimiz. İki qo'li Uyg'ur xalqining qini bilan bo'yalgan, Uyg'ur millatining qon qisosiga bo'g'ilgan bir sobiq Xitoy josusi Azyu taxallusi bilan Yaponiyada doklad beryapti. Bu Xitoy o'zining dokladida oshkorlashicha 10 yildan buyon vatan sirtida yana Uyg'urlar o'ltiraqlashib yashayotgan yoki Misr va Saudiyaga o'xshash Uyg'ur o'quvchilari, diniy o'quvchilar bir qadar ko'p rayonlarda Uyg'ur o'quvchilarining orasiga va Uyg'ur xalqining orasiga kirgizgan o'zining josuslari, yollanma g'alchilari, ko'z quloqlari to'g'risida qisman fosh qilish doklad topshirgan. Biz shu munosabat bilan Uyg'uriston ozodlik tashkilotining raisi va qo'shimcha agar bayon qilish to'g'ri kelsa, Dunyo Uyg'ur qurultayining Yaponiyada chaqirilgan 4-navbatlik umumiy qurultayida ichki ishlar komitetining raisi bo'lib saylangan Osmonjon Tursun apandi bilan 2 kishilik suhbat uyushtirmoqchimiz. Diqqatingizga rahmat. Rahmat, Abdulmajid efendim. Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uriston ichki ham sirtdagi vatandoshlarimiz. Yuqorida Abdulmajid elib aytgandek, yaqinqi zaman Uyg'ur inqilob tarixida Uyg'ur davosining Uyg'ur inqilob sepining ichiga kirgan so'qinib olgan josuslarning ikki qo'li Uyg'urning qini bilan bo'yalgan bir Xitoy josus tarafidan oshkorlanishi bu vatan ichi sirtidagi Uyg'urlarning nihoyatda diqqatini qo'zg'agan nozik bir masala, ya'ni zil bir masalaga aylanib qoldi. Bu albatta bu masala ustida bizningki bir tashkilot bo'lish sifatimiz bilan inkas qaytirish jiddiyligi tug'ilganligi uchun biz bu to'g'rida bugun biroz o'zimizning ko'z qarashlarini xalqimiz bilan o'rtoqlashmoqchi. Ko'pchilik rahmat. Endi Osmonjon keyingi 2 haftadan buyon, ya'ni shu Hoji Qutlug' Qodiriy apandiningki xabariga asosan bu xabarning Uyg'ur Amerikan to'rbetida va boshqa to'rbetlarda ko'chirib tarqatilishi bilan vatan sirtida nihoyatda ko'p g'ulg'ul qo'zg'aldi. Bu yerda her xil ko'z qarashlar o'tirib qo'yiladi. Bo'libmi Uyg'ur Amerikan to'rbetida bu Azyu taxalluslik bu josus Xitoyning o'zi qilib o'tgan josuslik harakatlari bo'libmi vatan sirtidagi Uyg'urlar ichida o'zining yollanma g'alchilari to'g'risida qisman fosh qilingan dokladlar to'g'risida ko'pchilik bunida har turli ko'z qarashda bo'lyapti. Ba'zilar deydi bu Xitoy qandoqlarcha o'zi bir Xitoy turib, ham Uyg'ur milliy harakatini ujuqtirishga, ham Uyg'ur xalqini ichidan parchalab yo'qotishga Xitoy mustamlikchilarining, Xitoy mustabid hokimiyatining tub siyosatining ravon ijro qilinishiga to'p qo'shgan bir josus Xitoy qandoqlarcha bu masalani fosh qildi. Buning orqasida ig'ir bir shumliq bo'lishi mumkin deydigan bir ehtiyot xarakterlik ehtiyot tariqasi ko'z qarashlarni o'tirib qo'yadi. Albatta bu haqliq. Masalan, men bir oy avval Uyg'ur Yapon munosabati to'g'risida bir ko'pchilikka sungan bir suhbat bor, shu ekran orqali. Shunda men bir jumla eslatgan. Ya'ni hech qanday bir Xitoy Uyg'ur masalasi to'g'risida raskat qilmaydi. Agar u Xitoy raskat qilib qolsa, uning eng chong yolg'onchiligi, uning orqasida bir ig'ir bir suiqasd yushirgan bo'lishi mumkin degan fikrni olg'a surgan. Endi men yana bu ko'p ba'zan bir fikrdoshlarningki bu Xitoyningki bu fosh qilish materiali orqasida, bu harakat orqasida bir shumliq yushirgan bo'lishi mumkin
degan bu ko'z qarashni ma'lum jihatdan men bu qo'llayman. Yana ba'zilar aytayotdi, bu Xitoyninki fosh qilganligi, yana bu bundan burun. Masalan, Uyg'urlar asosan gumon qilayotgan kishilar. Mushu faqat Uyg'urlar asosiga kirgizilgan Xitoyning josusi bo'lishi mumkin, Xitoyning g'alati bo'lishi mumkin deb gumon qilayotgan. Hatto ba'zilari fosh qilingan, sotlangan. Masalan, bu qatimki oxirgi 4-chi qatimliq yana söhbetdi, ya'ni doktor Qutlug' Qodiriy afandininki juma kuni yo'llagan xabardiki, nimasiga kelsak, Germaniya Myunxenda Lensin ismli bir shivani biz chiqsagan dedi. Bu shivani o Ayziyo taxallusliq bu josus Xitoy, yana sobiq josus deb turadi. Bu boshqa emasmi? Butun dunyoga Uyg'urlar bildi. Ham Germaniya hukumatı onu tutib, sotlab, jazo ijro qilib bo'lgan bir josus. Demak, buni tashlab berayotgani asosan ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, Uyg'urlarga ma'lum bo'lgan, ham Uyg'urlar orasida gumonlik qilib, tadqiq qilayotgan belgeler ochiq oshkor bo'lib qolgan mandaqlanadi bu Xitoy. Xo'sh. Bu nuqtani aytgan chog'da ba'zilarning fikri yana o'rinli. Bu Xitoy Uyg'urlarning ichiga bir qalayimqanchiq tug'dirish uchun qatgan bo'lishi notayin faqat o'zini qutuldirish, Yaponiyada yoki Janubiy Osiyoviy davlatlar tutilib qilib bu Xitoy ixro qilgan Xitoymi yoki ma'lum bir sansipirlik iqtisodiy masala o'tirg'ilgandan keyin setilgan Xitoymi ishlar bu bitta kommunist Xitoyga ishlaychilik atlegan bu kommunist hokimiyat ag'dirilib ketsa men talada qolmay xonadan baribir bizachi iqtisod undirib olay deb bu yo'lni tanlagan Xitoymi bu bir murakkab masala bo'ladi. Mana shu to'g'riliq siz bir oz o'zingizning ko'z qarashini o'tirib qo'ysangiz, mana bu o'zaro bir suhbat o'tkazib xalqimizga ko'pchilikka bir masalani ozroq olsin bir yo'rtib turishga tirishsak degan orzuyim bor. Rahmat. Oldi bilan bu meselenin nihayet bir nazik bir tarafi var. Bu nazik bir tarafi deganim mesela bu Xitoy sobiq jasus bu qatim Uyg'urlar ichidagi vaqti o'tgan jasuslarning oshkorlab chiqishdagi maqsadi nima? Bu nima zarur, nima ehtiyoj tug'ilib qoldi degan narsasida ko'proq o'ylanishga to'g'ri keladi-ku. Buning zodi nima sababdan bu Uyg'urlar ichidagi, ya'ni chet elda va hatto vatan ichidagi Uyg'ur jasuslarining ismlari bilan oshkorlanib o'tirib chiqishga sabab bo'ldi. Meningcha, mening o'ylaydiganim albatta agar bu Xitoy hozirgi turayotgan Yaponiyada yoki Ben Çinlilerin altın, gümüş, ipekleri, tatlı sözleri ve diğer değerli hediyelerine aldanmadım. Biz birçok Türklerin onlara aldanıp yok olup gittiklerini ve kulluğa maruz kaldıklarını hiç unutmadık. Ben Allah'ın yardımına sığındım ve ben Türklerin Hakan'ıyım. Bilge Hakan.